Jahon chempionati 2026 oldidan kuchlar nisbati. O'zbekiston nechanchi o'rinda? AQShning CBS Sports Goal nashri 2026-yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionati ishtirokchilari orasida eng kuchli terma jamoalar reytingini e'lon qildi. Manba tahliliga ko'ra, hozirgi paytda dunyo futbolida eng barqaror va qudratli jamoa sifatida Ispaniya terma jamoasi e'tirof etilgan. Reytingning ikkinchi pog'onasini amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasi egalladi. 3-o'rin esa so'nggi yillarda katta turnirlarda doimiy ravishda favoritlar qatorida bo'lib kelayotgan Fransiya terma jamoasiga nasib etdi. Kuchli oltilikni Braziliya, Angliya va Portugaliya terma jamoalari to'ldirgan. Mutaxassislar fikricha, ushbu jamoalarning barchasi jahon chempionati 2026 da chempionlik uchun jiddiy kurash olib borish salohiyatiga ega. O'z tarixida ilk bor jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi mazkur reytingda 40-o'rindan joy oldi. Bu natija milliy terma uchun yangi bosqichga qadam qo'yilganini anglatadi va kelajakda yanada yuqori pog'onalar uchun kurash imkoniyati borligini ko'rsatadi. Osiyo qit'asi vakillari orasida esa quyidagi jamoalar yuqori o'rinlarni band etgan. Yaponiya 14-o'rin, Janubiy Koreya 15-o'rin, Eron 20-o'rin, Saudiya Arabistoni 26-o'rin, Qatar 30-o'rin, Avstraliya 33-o'rin, Iordaniya 35-o'rin, O'zbekiston 40-o'rin. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2026 musobaqasi AQSh, Kanada va Meksika mezbonligida o'tkaziladi hamda kelasi yil 11-iyun kuni start oladi. O'zbekistonlik muxlislar esa tarixiy turnirda milliy termaning ilk ishtirokini katta hayajon bilan kutmoqda.